Hattoki asabiylashgan paytda nima uchun asabiylashgan tushunib turishi o'zi ham yechim. Hozir men faqat hamma kasallik asabdanmi degan savolga umumiy qilib javob bermoqchiman. Xalq orasida hamma kasalliklar asabdanmi? Agar shunday bo'lsa, nimaga ba'zi odamlar stresslar ichida yashasa ham tanasi kasallanmaydi, ba'zi odamlar stressga tushishi bilan yoki o'sha noqulay sharoitga tushib qolishi bilan kasallanib qoladi degan savollarni berishadi. Aqliy quvvat deganda aqlni har doim kerakli narsalar bilan band qilish kerak. Masalan, qattiqroq yomg'ir yog'sa ham, qattiqroq shamol bo'lsa ham qo'rqish bo'laveradi. Sababi suv bosib ketsa-chi yoki yer qimirlasa-chi degan o'ylar bilan yanada chuqurlashib ketaveradi. Va shunday ekan, kelajakka o'ylab qo'rqib o'tirishdan foyda yo'q. Mana bugungi hozirgi kunda tayyorlanish kerak kelajakka. Agar shu 4 ta jihatda quvvat to'g'ri yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, stresslarga chidamlilik oshadi. Buning uchun kurs tashkil qilganmiz. Sog' fikr, sog'lom tana degan. Assalomu alaykum. Men ismim Nigora. 26 yillik stajda endokrinolog, 8-9 yillik stajda klinik psixolog bo'lib faoliyat yuritaman. Bugungi mavzuyimiz hamma kasallik asabdanmi deb nomlanadi. Biz xalq orasida juda ko'p eshitib qolamiz. Hamma kasallikni zamirida asab yotadi degan. Aslida bu gap to'g'rimi? Asosiy omil asabmi yoki boshqa omillar ham bormi? Shular haqida ozgina aniqlik kiritib o'tamiz. Haqiqatda hamma organlarimizning markazi miyada bo'lgandan keyin, asab o'zi miyada joylashgandan keyin juda ko'p kasalliklarni tagida, hamma kasallik desak ham bo'ladi, asab sistemasi yotadi. Lekin har doim ham aynan asabiylashish, doimiy yig'loqlik yoki stress holatlari, xalq tilida ko'pincha shularni hamma kasallik asabdan deb bog'lashadi-da. Meditsinada esa bu sal boshqacharoq, psixoemotsional zo'riqish, endokrin kasalliklari bo'lishi mumkin va yana bir qancha psixosomatik kasalliklar bo'lishi mumkin. Xalqda buni oddiy qilib shu stress holatlariga ko'p tushishi ham asab kasalligi, ya'ni asabdan deb gapirib yurishadi. Bunday holatlarda avvalambor aniqlik kiritib olish kerak bo'ladi. Agar insonda o'zi tagida qaysidir kasalliklar mavjud bo'lsa, misol uchun qandli diabet, qon bosimini ko'tarilishi yoki buyrak kasalliklari, undan ham ko'ra teri bilan bog'liq og'ir kasalliklar, masalan allergiya, psoriaz, shunga o'xshagan kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, asabiylashish to'g'ridan to'g'ri emas. Mana shu kasalliklar hisobiga bo'ladi. Endi inson doimiy ravishda stresslar tagida bo'lsa yoki stresslarga qarashi nihoyatda qo'zg'aluvchi ham bo'ladigan bo'lsa, bunday holatlarda asta-sekin avvalambor psixikada, so'ng miyada va tanada o'zgarishlar kelib chiqishni boshlaydi. Bunday holatlarda nima qilish kerak bo'ladi? Avvalambor aniqlik kiritish kerak bo'ladi. Xalq orasida hamma kasalliklar asabdanmi? Agar shunday bo'lsa, nimaga ba'zi odamlar stresslar ichida yashasa ham tanasi kasallanmaydi, ba'zi odamlar stressga tushishi bilan yoki o'sha noqulay sharoitga tushib qolishi bilan kasallanib qoladi degan savollarni berishadi. Bunday holatlarda tibbiy jihatdan qaraladigan bo'lsa, hamma insonni reaksiyasi bir xil holatga reaksiyasi har xil bo'lishi mumkin. Haqiqatda ruhiy jihatdan va tana jihatdan baquvvat insonlar bor. Stressga chidamliligi yuqori darajada. Ba'zi insonlarga haqiqatda juda ham ozgina narsalar natijasida ozgina ta'sir ko'rsatilishi bilan juda tez asabiylashishi va hattoki o'sha arzimagan narsaga yotib olib kasal bo'lib qolishi mumkin. Bunday holatlarda o'sha insonni holatidan kelib chiqib individual, ya'ni o'sha o'ziga xos holatidan, uni temperamenti, uni xarakteridagi o'zgarishlarga qarab va unga ko'rsatiladigan ta'sirlarga qarab, chunki hamma har xil ta'sirlarga har xil reaksiya ko'rsatadi. Shunday ekan, bu mavzu juda ham keng
hozir men faqat hamma kasallik asabdanmi degan savolga umumiy qilib javob bermoqchiman. Hammasi bo'lmasa ham, masalan, kuyish, infeksion kasalliklar yoki har xil bo'ladigan birdaniga o'sib chiqadigan o'sma kasalliklari, zaharlanish, travmalar, misol uchun asabga hech qanday aloqasi bo'lmasligi mumkin. Lekin juda ko'p kasalliklar zamirida haqiqatda asab yotadi. Endi asab tushunchasi bu keng tushuncha, psixika deb aytamiz. Psixika ko'zga ko'rinmagani bilan u mavjud. Psixika bizni o'ylarimiz, xayollarimiz va o'sha o'y xayollarimizda bo'layotgan jarayonlarni hammasi hayot tajribamiz psixikada va mana shu psixikadagi bo'ladigan jarayonlar asta-sekin miyaga ta'sir qiladi, chunki to'xtamasdan negativ xayollarni aylantirishni o'ziyoq bosh miyada o'sha mavzusiga qarab, ya'ni ziddiyat keltirib chiqaradi-ku, o'sha ziddiyatni mavzusiga qarab asabni qaysi joyiga ta'sir qilish, ya'ni o'sha miyani masalan asab sistemasi deb oladigan bo'lsak, u miyada har xil organlar bor va har bitta organni o'zini stressi bor, ya'ni o'zini shu stress mavzusi bor va xayollarimizni boshqara olmayotgan paytimizda to'xtamasdan bir narsa ustida siqilayotgan paytimizda shuni mavzusiga e'tibor berish kerak. Chunki misol uchun jigar kasalliklari keltirib chiqaradigan kasalliklar bilan o'pka kasalliklari keltirib chiqaradigan kasalliklarning mavzusi bular har xil narsalar. Shunday ekan, bundoq qaraydigan bo'lsak, ha, juda ko'p kasalliklarning zamirida asab sistemasi, ya'ni psixika yotadi. O'zi hamma kasalliklarda psixika, miya va tana mana shu holatda kasallanadi. Misol keltiraman sizga, to'xtamasdan qo'rqib yuradigan, xavotirda yuradigan, ozgina narsaga tez cho'chib ketadigan, doim kelajakka qarab shoshib ketadigan insonlarni juda ko'pida bronxial astmalar, bronx kasalliklari uchrab turadi va doim zo'riqadigan, o'ziga o'zi ortiqcha ishlarni olib oladi, keyin menga bu juda ortiqchalik qildi, buni ko'tara olmadim deb gapiradigan insonlar juda ko'pida yurak kasalliklari uchraydi. Ozgina gapga ham xafa bo'lib qoladigan, oddiy holatlarni ham hazm qilishga qiynaladigan insonlarda juda ko'pincha hazm sistemasida kasalliklar uchrashi mumkin ekan. Mana shundan kelib chiqib ham qaraydigan bo'lsak, zamirida asab yotibdi. Nima qilish kerak degan savolga avvalambor aniqlik kiritib olish kerak. Bunda albatta kerakli tahlillarni topshirish kerak bo'ladi. Agarda insonni o'zi tagida birlamchi diagnozi bo'ladigan bo'lsa, masalan, qandli diabet, qon bosimini yuqoriligi, yurak kasalliklari, teri kasalliklari, shularga o'xshash tashxislari bo'ladigan bo'lsa, avvalambor shularni to'g'ri davolash kerak bo'ladi. Va ikkinchi o'rinda esa va bu inson bilan psixoterapevt yoki klinik psixolog ham suhbat o'tkazish kerak. Aynan mana shu ko'p asabiylashga olayotgan faktorlarni topib va nima uchun inson mana shunday reaksiya ko'rsatayotganini aniqlab ishlash kerak bo'ladi. Chunki insonda emotsional miya bor va ratsional miya bor. Juda ko'p insonlar mana shu emotsiyalarni boshqara olmayotgan insonlarni qarab chiqiladigan bo'lsa, o'zi yoshlikdan mana shunaqa emotsiyalarini boshqarishga qiynalgan bo'lishadi. Ya'ni muhitini ahamiyati juda katta bo'ladi. Ya'ni shunaqa muhitda katta bo'lishgan bo'ladi. Bular har doim o'zlarini hududlarini shunaqa qilib himoya qilishga o'rganishgan. Xuddi jangga tayyor turgan insonlar deydi. Bunday insonlarda doim kortizol chiqib turadi. Kortizol o'zi nima? Kortizol bu xavf-xatarga javob beruvchi gormon. Agar inson doimiy o'zini hududini xuddi chegarada turgan insondek poylab turadigan bo'lsa va har narsadan qo'rqaveradigan bo'lsa, kortizol tinmasdan chiqib turadi. Va ko'rib turibsizki, bunday insonga masalan qattiqroq yomg'ir yog'sa ham, qattiqroq shamol bo'lsa ham qo'rqish bo'laveradi. Sababi uni tagida mana shu qo'rqish bor. Endi nima bo'lar ekan? Suv bosib ketsa-chi yoki yer qimirlasa-chi, shamol kuchayib ketsa-chi degan o'ylar bilan yanada chuqurlashib ketaveradi. Bular shu ko'pincha qarasangiz, avvaldan sekin tajribamdan kelib chiqib aytaman, shunaqa muhitda katta bo'lishgan bo'ladi. Ya'ni miyamiz bizni yaxshi ko'radi, shirib ko'rsatishi, oldinga qochib ketishi. Agar har doim xayolimiz kelajakda turadigan bo'lsa, kelajakda har
doim xavf xatar bor. Agar o'tmishda turadigan bo'lsa, yashab o'tgan umrimizdagi xatolarimizga qarab afsus nadomat bor. Shuning uchun ham hozir va shu yerda turib kelajak haqida o'ylash emas, bugungi kunimizni to'g'ri yashab o'tsak va to'g'ri rejalashtirsak, kelajagimiz ham to'g'ri yo'lga solinadi. Misol uchun, ertaga qanaqadir ekzamen bormi? Mana bugun tayyorgarlik ko'ring. Ertaga qayergadir borish kerakmi? Mana bugun tayyorgarlik ko'ring. Juda ko'p holatlarda kuzatiladiki, bugun tayyorgarlik yo'q, shunchaki qo'rqib o'tirish bor. Bunda albatta inson vaqt yaqinlashgan sari yana qo'rquvdi. Bu xuddi menga o'xshaydi deb misol keltirishim mumkin. Masalan, o'qituvchi o'quvchidan darsni so'radi, o'quvchi tayyorlanmasdan kelgan va o'tirgan joyida javob berishga qo'rqib o'tiribdi. Hali doskaga chiqmasdan oldin o'sha qo'rqib o'tirgan o'quvchi miyasida shirib voqealarni ko'rsatib bo'ladi. Xuddiki hozir doskaga chiqib bo'ldi, undan so'rab bo'ldi, o'qituvchi 2 qo'ydi, dakka eshitib bo'ldi. O'sha yerdayoq ranglari qizarib, holatini shunday namoyon qilib bo'ladi. Chunki tanamizda qo'rquv bo'lganda o'shuni ko'rinib turadi. Chunki tana aldamaydi, har doim psixika aldashi mumkin va o'quvchi ham aynan biladi oldindan, chunki bir necha yildan beri ishlaydi, shu o'quvchini doskaga chaqirib qoladi va natijada u o'quvchi yanada battar shu qo'rquvning ichiga kirib ketishi mumkin. Agarda so'rasangiz, hali chaqirmasdan turib shu o'quvchiga borib so'rasangiz, hozir seni chaqirdimi doskaga? Yo'q, hali chaqirmasdan turib buncha qo'rqmasdan desangiz, o'ylanib qoladi. Hayotda ham shunaqa. Kelajak hali erta, indin yoki 1 yil, 2 yildan keyin bo'ladigan holat. Hali u kelish kelmasligi bizga ayon emas. Va shunday ekan, kelajakka o'ylab qo'rqib o'tirishdan foyda yo'q. Mana bugungi, hozirgi kunda tayyorlanish kerak kelajakka. Nima uchun bu haqida gapirdim? Chunki qo'rquvlarni juda ko'pida o'sha kelajakka o'tib ketish, ya'ni noaniqlikdan qo'rquv juda ham ko'p uchraydi. Shuning uchun yana qaytamiz shu hamma kasallik asabdanmi degan savolga. Yo'q, gormonal o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, o'zi gormonal o'zgarishlar, ya'ni gormonal buzilishlar ham asosan psixikadagi o'zgarishlardan keyin boshlanadi va gormonal buzilishlar bo'lib bo'lgandan keyin endi psixikadagi o'zgarishlarning ahamiyati yo'q. Endi gormonlar o'zgarib ketgan, ya'ni bittasi ko'p, bittasi kam chiqayotgani uchun psixikada endi o'zgarishlar boshlanadi. Misol keltiraman. Buyrak usti bezida o'sma bo'ladigan bo'lsa, buyrak usti bezi juda ham ko'p gormonlar ishlab chiqaradigan bo'lsa, masalan, stress gormonlaridan kortizolni ko'p ishlab chiqaradigan bo'lsa, bu yerda inson o'zi ham tushunmaydi nimadan qo'rqayotganini, tinmasdan asabiylashishi mumkin. Bu yerda birinchi faktor gormonal bo'lib turibdi. Lekin ungacha ana shu buyrak ustidagi o'smalarni o'sishiga psixikadagi holatlar, ya'ni psixikadagi qo'rquvlar sabab bo'lgan. Psixika ko'zga ko'rinmaydi-ku, ko'rinmagani uchun hammamiz u psixika nima o'zi, psixika qayerda o'zi degan savollarga berilishimiz mumkin. Psixika bu bizning o'y-xayollarimiz, yashab o'tgan hayotimizdagi tajribalarimiz, masalan, o'sha kimdir 20 yil, kimdir 30 yil yashagan, o'sha yashab o'tgandagi bo'lib o'tgan voqealarning hammasi tanani xotirasida ham bor, psixikanikida ham bor. Lekin psixikada zo'r xususiyat bor, xotirasida o'chirib qo'yadi, ko'p narsalarni esdan chiqarib qo'yadi. Lekin tanada bu doim saqlanib turadi. Nima qilish kerak mana shunaqa holatlarga deb savol beriladigan bo'lsa, bu yerda birinchi o'rinda masalan tanada 4 xil quvvat bo'ladigan bo'lsa, tananing quvvati, ikkinchisi aqliy quvvat, uchinchisi emotsional quvvat, to'rtinchisi ruhiy quvvat bo'ladigan bo'lsa, mana shu 4tasini to'g'ri oziqlantirish kerak. Albatta, eng asosiysi tanamiz bizga xizmat qilgandan keyin tanani quvvatini to'g'ri saqlash kerak. Bu nimadan bo'ladi? Avvalambor tanani biologik soatlariga ahamiyat berish kerak. Ya'ni vaqtida uxlash, vaqtida turish, kun davomida faol bo'lish, jismoniy mashqlarni bo'lishi, to'g'ri ovqatlanish, bu hammasi tanaga xos. Agar mana shularni yo'lga qo'yilgandan keyin ham asabiylashish bo'ladigan bo'lsa, unda mana endi emotsional quvvatni qarab ko'rish kerak. Qaysi holatlar bizni emotsional quvvatimizni o'g'irlab qo'yadi yoki kimlar, nimalar? Masalan, hozir juda ham ma'lumotlar ko'p, hamma sotshetda o'tiradi, ya'ni har xil tarmoqlarda o'tirishadi. Kerak emas ma'lumotlarni filtrlamasdan olish bor. Mana shu juda ko'p quvvat topib qo'yishi mumkin. Aqliy quvvat deganda
aqlni har doim kerakli narsalar bilan band qilish kerak. Inson har doim ustida o'qishi, o'rganishi, o'sishi kerak. Hech bo'lmaganda olib qandaydir kitob o'qishi yoki qanaqadir o'zini hayotiy tajribasini oshiradigan kinolarni ko'rishi, bema'ni seriallar emas, albatta janjal, har qanaqa bir hayotiga hech bir foyda keltirmaydigan narsalar emas. Mana shular bilan o'stirish kerak va ruhiy quvvat bizni tanamizda bulardan tashqari, ya'ni ruhiy quvvat bu ma'naviy quvvat ham deyiladi. Mana shularga e'tibor berish kerak bo'ladi. Agar shu 4 ta jihatda quvvat to'g'ri yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, stresslarga chidamlilik oshadi. Inson o'z-o'zidan asabiylashmaydigan bo'ladi. Hattoki asabiylashgan paytda nima uchun asabiylashganini tushunib turishi o'zi ham yechim. Chunki inson nima uchun bo'layotganini bilsa, tez yechim topadi. Ko'p holatlarda nima uchunligini bilmagani uchun inson qiynaladi va uzoq vaqt shu holatda qolib ketishi mumkin. Agarda mana shu asab, psixika va tana darajasida tanamizni qanday ishlashini o'rganmoqchi bo'lsangiz, buning uchun kurs tashkil qilganmiz. Sog' fikr, sog'lom tana degan. Bu yerda tanani sog'lom bo'lishini fikrlardan boshlash kerakligi haqida va nafaqat bu haqida, tananing qandoq ishlashi va har bir tanamizni a'zosini o'zini ziddiyati bor va uning mavzusi bor deb aytib o'tdim. Mana shularni mavzusini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu sizga nima beradi? Bu sizga qandaydir emotsional holatda yoki stressga tushib qolgan paytingizda tezda o'zingiz uchun savol berasiz. Hozir menga shu kerakmi? Mana shu to'g'risida hozir siqilib, kuyinib o'tirsam, tanamning qayeri kasallanishi mumkin degan savolni tez chiqarasiz va tezda to'xtaysiz. Chunki ozgina vaqt qanaqadir siqilish, ozgina vaqt emotsional barqarorlikni buzilishi tezda tanaga kasallik olib kelmaydi. Shuning uchun ham bolalar unaqa tez kasallanmaydi. Uzoq vaqt bir xil mavzuda tez shunaqa stresslarga uchrash kasallikka olib kelishi mumkin. Marhamat, kursimizga kelib, o'qib, o'rganib, tanangizni asrashi, fikrlaringizni tozalashni o'rganing.